Greenleaf korporatsiyasining assortimenti haqidagi ChatGPTning javobini videoga olib joylayapman. Assortimenti degani, ya'ni qanaqa mahsulotlari bor va necha xil, nimalar uchun foydalaniladigan mahsulotlar ishlab chiqaradi, shu haqidagi ma'lumotlari bor. Qolaversa, Greenleaf korporatsiyasining mahsulotlarining sifati haqida ham savol berganman bu yerda. Nima demoqchiman? Bitta mahsulotni olib foydalanganda har bitta organizmga har xil ta'sir qiladi. Sifat ham aynan shundan kelib chiqadi. Keling, bitta kremni oladigan bo'lsak, sezuvchan teriga boshqacha ta'sir qilishi mumkin, oddiy teriga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham har doim natija bir xil bo'lavermaydi. Mahsulotning sifati organizmga ham bog'liq. Qolaversa, uy ro'zg'or tozalash mahsulotlari va boshqa barcha mahsulotlarni foydalanganda, bitta mahsulotni foydalangandan keyin olgan xulosangizni 5000 ta boshqa barcha mahsulot uchun tavsiya berishingizni maslahat bermayman. Sababi 5000 xil mahsulotni 5000 xil natijasi bo'ladi. Har bir kishi o'zi foydalanib ko'rgandan keyin, har bitta mahsulotni foydalangandan keyingina xulosa chiqarishi to'g'ri. Bitta mahsulotni ishlatib ko'rib, qolgan 5000 ta mahsulotga pozitiv bo'lsa pozitiv, negativ bo'lsa negativ